Usomat ibn Zaydning hayotida bo'lgan muhim voqealardan va siz bilan biz uchun juda bir katta ibrat darslarni beradigan voqea. Usomat ibn Zaydning sherigi ansorlardan bittasi. Musulmonlar g'olib bo'lishdi, mushriklardan qaytishdi. Endi qo'shinning orqasida Usoma bilan sherigi ketyapti. Anavi mag'lub bo'lgan mushriklardan bittasi, mushrik qavmidan bitta kishi ularning orqasidan erchib oldida, ularni eshitadiganchalik masofa orqasida turib, musulmonlarni, islomni va payg'ambarimizni haqorat qilishni boshladi. Qo'shin orqasida Usoma bilan Ansoriy. Usoma ibn Zayd payg'ambarimizni masxara qilganiga chidamasdan quvib ketdi. Hali mushrik qochib ketdi. Yetomada qaytib keldi ya Usoma. Ansoriy aytdi, "Tek qo'y uni o'zini holiga." Usoma aytdi, "Nimaga tek qo'yaman ekan? Axir u Rasulullohni masxara qilayotganini ko'rmayapsanmi?" dedi. Haligi mushrik ishidan to'xtamasdan yana qaytib keldi, yana boyga ishini davom etkizdi. Xullas, ikkala musulmon ham qilichini ko'tarib bu mushrikni quvib ketdi, qo'shinni tashlab. Ikkalasi yetib olishdi. Bir daraxtni tagiga yetganida mushrik yetishdida Ansoriy qilichini ko'tardi, Usoma ham qilichini ko'tardi. Haligi mushrik ustidagi ikkita qilichni ko'rib turib, "Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammad rasululloh" deyordi. Ko'rinib turibdi. Qilich ko'tarilganda aytayapti. Ko'rinib turibdi. Masxaralayotdi. Ko'rinib turibdi. Bir necha marta qaytib kelib masxaraladi. Ansoriy uni kalimasini eshitdi-da, qilichini tortib oldi. Lekin Usoma chof tashladi. Ansoriy aytdi, "Shahodat aytgandan keyin chof tashladingmi?" dedi. Usoma qilichdan qo'rqib aytdi, "Hozir ko'rib turuvding-ku musulmonlarni va payg'ambarimizni masxara qilganini" dedi. Qo'shin Madinaga yetib keldi. Rasululloh Usoma aytadi, "Rasululloh shu so'zini qaytaraverdilar. Men qaniydi mana shu kun islomga birinchi marta kirgan bo'lsam edi deb orzu qilib qoldim." Ya'ni islomga kirmagan bo'lganimda shu kungacha shu ish meni bo'ynimga yozilmagan bo'lar edi. Kalima keltirgan odamni o'ldirib qo'ydim dedi. Chunki islom avvalgi gunohlarni yuvib yuboradi.